Aynan shu videoni storiesga qo'yganimda joyi qayerda ekan deb ko'pchilik so'rabdi. Borib ko'ramiz. Uskiy qurugi bor akalar. Kecha soat 12:30da qayerga borishni bilmay bosh qotiryapsizlarmi? Mana sizlarga yangi bitak topildi. Shahar markaziga yaqin joyda joylashgan va eng zo'ri soat 3 gacha ishlashadi. Joylari ham keng va ozoda. Oldindan kelishib olaylik. Bu joy afshak bo'lib ketmasligi uchun faqatgina eng yaqin Uskiy qurugiga yuborib qo'yildi. Bu hech qanaqa reklama emas. Yaxshi joy bo'lgani uchun biz ham o'zimizning Uskiy qurugi bilan kelganmiz. Muhammad aka sizlarga yomon narsa tavsiya qilmaydi. Ko'pchilik bu joyga aynan mana shu burger uchungina keladi. Narxlari ham yumshoq, otib tashalmagan. Burgerni mazasi yaxshi, ichidagi payi ham shirali. Asosiysi quruq bo'lib qolmagan. Mazasi yaxshiligini Azamat 3 ta burger yeb olganidan ham bilsanglar bo'ladi. Ko'rinishiga bo'lsa kommentariyada o'zingizlar baho berib ketasizlar. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, bunga like bosib qo'yinglar. Agar bosmasanglar ham farqi yo'q. O'rganib qoldik. Keyingi safar qaysi joyga borib ko'ramiz? Kommentariyada yozib ketinglar. Albatta o'qib chiqaman. Har doimgidek limon choylarni sirpantirib duo qilib ketamiz. Aniq lokatsiyani Telegram kanalda qoldiraman. Va Muhammadaga yutqizdingiz. Endi men aytgan joyga borib ko'ramiz. O'tgan safar shu joyi obzori ko'pchilik yoqqani uchun Dondozikka o'ynab bo'lsa ham Muhammad akamiz zo'rg'a ikkinchi qismini olishga ko'ndi. O'tgan safar olishga ulgurmagan taomlarimizni, o'tirishga ulgurmagan joylarimizni sizlar uchun obzor qilib beraman deb bugun voqilidan kelib obzorni boshlab yubordik. Shuning uchun like hozirdan bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Ko'zim birinchi bo'lib hozir sezoni bo'lib turgan selotkaga tushdi. Barib Muhammad akam greftilib narxiga qarab o'tirmasdan ovordim. Atak narxi ham juda qimmat emas. Kommentariyaga hadeb beda press, somon press deb yozurmasdan o'zi Muhammad aka kim deb yozib ketinglar. O'zlari javob beradi. Ovqatlarning har bittasiga to'xtalib o'tolmayman, lekin katta qismini o'zingizlar videoda ko'rib olsanglar bo'ladi. Eng asosiysi botga kelganda oldindan joy egallab olish esingizdan chiqmasin. 20 minut deganda zo'rg'a joy topib obzorni boshladi. Salatlik kelovimizga ham yoqdi. Olib ko'rishni tavsiya qilaman. Xaladesi ham mazasi zo'r ekan, lekin do'stimiz Sardor bomba xaladesiga yetmaydi. Men o'zimga kislo-sladki sousli tovuq olgandim. Muhammad akam bo'lsa o'zlariga skumri olgan. Ikkala taomni ham mazasi me'yor. Yonidagi garnirlarning ham mazasi yaxshi. Bu videoni City Mallga kelib olib arzonroq joy qidirib yuradigan o'rtog'ingizga tashab qo'ying. Umumiy narxlarni ko'rishingiz mumkin. Shu ko'rib turgan vaflidan 2 ta olsanglar yana bitta qo'shib berishar ekan. 20 ta olsanglar 10 ta qo'shib berishar ekan. Shunaqa joyga borib ko'ramiz. Bu joy qayerda ekan deb qiziqayotgan bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'rib yurakni qizartirib qo'yinglar. Bu joyda vaflilarni biz yeb o'rganib qolgan usulda emas, turkcha usulda tayyorlashadi. Qo'shiladigan ba'zi masalliqlarni Turkiyaning o'zidan olib kelishadi. Vaflilar qarsildoq. Yeganingizda vaflining mazasi bilinib turadi. Vaflidan tashqari xohlovchilar uchun fondyu va shokoladli qulupnaylar ham bor ekan. Ko'rinishlariga va ichiga kommentariyada baho berib ketinglar. Mazasi bo'lsa zo'r. Bir marta mazasini ko'rgan odam qayta kelayotgandan ham bilsa bo'ladi. Yetib o'tganimda bu joyda 2+1 aksiyasi ketyapti. Ya'ni 2 ta olsanglar bitta yana qo'shib berishadi. 3 ta og'ayni Uskiy quruq bo'lib kelsanglar, ikkitasiga pul to'laysizlar. Videoni hali ham ko'rib o'tiribsizmi? Tez pochchamga tashlamaysizmi buni? Videoni kimga yuborishni o'zingizlar yaxshi bilasiz. Bu joyning nomi Chokotok. Seul Moon'ning 2-qavatida joylashgan. Har doimgidek biz limon choyi sirpantirib duo qilib ketdik. Aniq lokatsiya Telegram kanalida bor. Bunaqa podachalarni ko'rgandan keyin og'zingizlar ochilib qolishi aniq. Va'da qilinganidek Seul kafega borib ko'ramiz. Erkak bitta gapiradi. Va'da. Maksim Gorkiyda joylashgan Seul kafega yana qaytib keldi. Atmosfera haqida ortiqcha gapirib o'tirmayman. O'zingizlar kelib ko'zingizlar bilan ko'rishingizga arziydi. Salqin bo'lsa ham toza havoda o'tiramiz deb adyollarga o'ralib olib tashqariga joylashib oldik. Och qoringa shirinlik yaxshi ketmaydi deb boshlanishiga bitta indiyakali salat, bitta steak ribay, farel e'tibor. Hammasini mazasi o'tgan safardagi zo'r. Asosiy maqsaddan chalg'amasdan shirinliklarga o'tamiz. Shirinliklarni boshlashimdan oldin bitta shiringina like bosib qo'yasiz. Birinchi desertimizning podachasi ham nomi ham ajoyib. Pirati Ukrali Davidu Florensi. Videoni hali ham ko'rib o'tiribsiz. Tez pochchamga tashlamaysizmi? Yaxshi ko'rsalar olib beradi bitta shunaqasini. Bu shirinlik nomini o'zbekchaga tarjima qilishga erindim. Bilsanglar o'zingizlar kommentariyaga yozib ketinglar. Ikkinchi shirinligimizning podachasini rostakasini yondirib olishdi. Buning nomi Masteri Margarita. Ichida mazasi bo'yicha menga eng ko'p yoqqani aynan mana shu shirinlik bo'ldi. Va nihoyat 3-qahramonimiz ham yonimizga yonib keldi. Uni ham nomi ajoyib. Banana dramba. Kuzda salqin havosida mashinadan bitta, bunisidan bitta olib, yoningizga kelaymi olib, issiq joy bilan simirib mazza bo'lsa kerak. Bu videoni kechpayt ko'rayotgan bo'lsanglar, mana so'kmaylar iltimos. Sizlar bu videoni juftliklarga tashlaguningizcha biz limon choyi sirpantirib duo qilib ketdik. Lokatsiya Telegram kanalida bor.